Gezer nakşimiz her yanni sadası yangrıtı. Assalamu alaikum qarindoshlar. Manga kelgan ayol va bolalarning maslahatlaridan uyg'ongan hislarim. Oti to'g'risida, dadi to'g'risida. Oti bo'lmoq. Ba'zilar deydikan dehqon bo'lmoq tez. Ba'zilar deydikan xotin bo'lmoq tez. Va ba'zilar deydikan Uyg'ur bo'lmoq tez. Men deyman hammadan oti bo'lmoq tez. Ata u ataydu barlig'ini ham. Oilam balam deb qilidu g'am. Va lekin tushunmas ba'zilar doim. Ata u ulug'dir tushundirmoqdas. Ata u tirishar untunsiz doim. Jimjitlik hamradur uningga doim. Shuning bu uning xarakteri ham. Ata u so'zsizdir tushundirmoqdas. Ata u to'rikdir deymizken doim. Ba'zilar g'ajarkan to'rikni doim. Qadrlang asrang to'rik mustahkam. To'rik u so'zsizdir tushundirmoqdas. Bo'ron 2022 yil 3-oyning 4-kuni. Shuning bilan yana bir yozmani o'qib bergim keldi. Bir dada faqat mushunchilikla go'zal tasvirlanishi mumkin. Her kishi u ayoliga, qiziga, och singillariga, onasiga, dadasiga, navlariga hamma narsani pido qiladi. Yoshligini, salomatligini ayoli va bolalar uchun beg'ishlaydi. Chunki u umr bo'yi ishlaydi. Ba'zida yarim kechalargacha, hatto tong otguncha ishlashga majbur bo'ladi. Oilasining va bolalarining kelajagini barpo qilish uchun tirishadi. Ba'zida bir necha ishda birli vaqtda ishlashga majbur bo'lib qoladi. Bu salomatligi ziyon bo'lsa-mu, ammo farzandlar uchun parvo qilmaydi. Doim tirishadi. Onasidan va boshqa yaqinlaridan, hatto ish o'rnidagi boshliqidan eshitgan izoh-ahanatlarga bardoshlik beradi. Mushularning hammasini qilibmi, yana gunoh uning ortilib qoladi. Biroz aram elish uchun sidq chiqsa, mas'uliyatsiz dada bo'ladi. Uyda o'ltirsa, o'rin dada bo'ladi. Hatto bolalarning qilganlariga ochiqlansa, ochiq yomon dada bo'ladi. Ochiqlanmasa, hush yo'q dada bo'ladi. Ayolining ish qilishiga ruxsat bermasa, idisi qaloq. Ruxsat bersa, ayolining pulini xashlaydigan nomard at bo'ladi. Onasining so'zini anglasa, ayibdor. Ayolining so'zini anglasa, yumshoq quloq bo'ladi. Ammo mushularning hammasiga qaramay, bir dada yana monolarni qiladi. Balalarning har sohada o'z ko'rgandan yaxshiroq kun ko'rishni orzu qiladi. Balalar kichik vaqtida jismini cho'ng bo'lganda qalbini azorlasimi chidaydi. Dunyodiklarning eng yaxshisini berishga tirishadi. Balalar osmondagi oyni talab qilsa, kuch yetsa quyoshni elib berishga urinadi. Bir ana bolasini 9 oy qursoq ko'tirgan bo'lsa, bir dada uni as yodida, zehnida bir umr ko'tiradi. Oilasi uchun yaxshi bir dada bo'lsa, hammish yaxshi. Agar u bo'lmasa, dunyo ta'tir aylanadi. Yetim bir baladan so'rab baqing, ishonmasangiz. Dada degan so'zni tuyib, ammo dada degidek kishini topolmaslikdan ig'ir ish yo'q bo'lsa kerak. Ey Rabbimiz, ota-onamiz bizni kichik vaqtimizda marhamat bilan yetishtirganidek, ularga marhamat bilan muomala qilgin. Ularni kechirgin. Rahmat amanglarga.